auditoriyangizni qiziqtirmoqchisiz. Ko'ryapsiz, uxlab qolishayapti, ko'zda nur qolmadi. Tabiiyki, berayotgan ma'lumotingizni ular eshitishmayapti. Mana shunday vaziyatda juda katta yordam beradigan bir usulni sizga o'rgatmoqchiman. Bu usulning nomi oddiygina buterbrod deb nomlanadi. Ha, buterbrod. Biz bilamiz, buterbrodda ikkita non va orasida go'sht va biz uchun foydali bo'lgan ozuqalar bor. Xuddi shu tamoyil asosida darsda bu metoddan foydalanamiz. Demak, non bu bugungi darsda men takrorlab olgan ma'lumot. Ichidagi biz uchun foydali bo'lgan go'sht, oqsillar va pomidor, bodring, qolaversa qo'shimchalar esa bugungi darsdan men olgan yangilik deb nomlanadi. Va yana non bilan yopganimizda bugun men mustahkamlab oldim bu bilimlarni. Ya'ni siz buterbrodni rasmini qo'yasiz va hurmatli tinglovchilar, birinchi bugungi darsda siz takrorlab olgan ma'lumot, ikkinchisi siz uchun yangilik bo'lgan ma'lumot va bu buterbrodni men uchun mustahkamlab olishga yana bir marotaba takrorlab olgan ma'lumot deb yopishadi. Va ishoning, bu metoddan foydalanganingizda o'quvchilaringiz, talabalaringiz, tinglovchilaringiz darsni zoya o'tkazmagani, darsni analiz qila olishi, qolaversa bugun o'zi nimaga o'tirdim, nima oldim, nimani mustahkamladim, tahlil qila olish ko'nikmasiga juda katta yordam beradi va bolalarni ko'zini yonganini, o'quvchilaringizni uyqusi o'chganini bu metoddan keyin sezasiz. Bu metoddan foydalangan bo'lsangiz, albatta natijalarni kommentariyalarda qoldiring. Bu biz uchun juda muhim.